bizni tomosha qilinglar. Sharting bormida ajoyib shartlar. Bugun bizni kuzating, afsuslanmaysiz. O'xte! O'xte! Vah! Ha. Ha. Yo'q, yortsoq bo'linglar, charchamanglar. Kelinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Chotki. Dunyo g'am tashvishlarga to'lib ketgan. Salom YouTube'dagilar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bizni tomosha qilinglar. Sharting bormida ajoyib shartlar. Bugun bizni kuzating, afsuslanmaysiz. Demak, YouTube'dagilar, ijtimoiy tarmoqdagilar, bugun bizni qahramonimiz bor. Uning ismi Dilyorbek va hozir tanishib olamiz Dilyor bilan. Qani Dilyor, kelingchi. Onasi ham, otasi ham o'pmagan yigitlardanman deysiz, hali menimcha. Uylanmagansiz, a? Yo'q. Yaxshi. Yoshingiz nechida? 23. 23 yoshdasiz va hozir nimalar bilan mashg'ulsiz? Hozirda syomkalarga chiqib turaman. O'zim bloger sohasiga endi yangi bo'lib kirib kelganman. Xudo xolasa Niyat bloger bo'lish. shunaqa. Yaxshi, omad tilaymiz Dilyorga va birinchi shartni bajarishga tayyorsiz va birinchi shartdan oldin men sizga roziligingizni kamera qarshisida olib olaman. Keyinchalik, ya'ni bu ijtimoiy tarmoqlarga qo'yilgandan keyin norozilik bo'lib, videomni olib tashlang degan aytishlar bo'lmaydi, noroziliklar bo'lmaydi, nasib bo'lsa. Xudo xolasa. Sudlashuv ham bo'lmaydi. Zo'r. Roziligingizni olib keyin chiqqaningiz ming marta yaxshi biz uchun ham. Demak, tayyorsiz birinchi shartga. Sizni qo'llab-quvvatlovchilaringiz ham bor, jamoangiz, kichik jamoachasi bor hozir. Yigitlarni hozir chaqirib olamiz va ularni qo'llab-quvvatlashi bilan siz nasib bo'lsa 3 ta shartda ham yutib chiqasiz degan umiddaman. Birinchi shartni e'lon qilaman. Biz sizga 3-oyoq yasab beramiz. Idishni tepishda ana shu oyoqdan foydalaning va biz aytgan joygacha 5 daqiqada yetib boring. Ya'ni siz uchun 3-oyoq yasaladi va o'sha 3-oyog'ingiz bilan idishni tepishda foydalanasiz. Va ana shu biz aytgan joygacha idishni tepib borishingiz kerak. Tushunarlimi? Tayyorsiz? Qayerni ishlaylik bormi? Qolganmi? Qolgani shu bitta shart mana shunaqa. O'zi 3 ta shart va birinchisi mana shunaqa shart. Va 300 ming so'm pul. Tayyorsiz? Tayyormiz. Aha. San'at jon talab qiladi deydi. San'at jon talab qiladi, shunaqa. Ketdik, unaqada boshlaymiz. Boshlaymiz. Faqat 5 daqiqa, bildingiz-a? 19:06. 19:11gacha. Qayerdan? Chiqarib yubormang. Aha. Sekin. Chiqib ketmang. Bitta yo'ldan. Bitta yo'ldan? Aha. Oy. Ketmang. Aha. 19:07. O'xte! Vah! Qani, ozgina qoldi. Chiqing. Bitta yo'lak. Aylanib ketyapti uni 3-oyog'i. Qoyil bo'ldi. Shartni bajardingiz. Mana ko'rib turganingizdek, Dilyor birinchi shartni o'zida yutib oldi. Duh vagon ekan. 300 ming so'm muborak bo'lsin. Va karta raqamingizni ayting endi. Endi yodimda yo'q. Aha. Mana 300 ming so'm. Dilyorni 3-oyoqchasi qo'limda. To'kilib ham ketdi o'sha. To'kilib ham ketdi. Va siz ikkinchi shartga ham tayyorsiz? Tayyorman. Sizni qo'lingiz yo'q. Tasavvur qiling, peshonangizga pechoniya qo'yib ketdim. Hop. Ustingizdan kuldim-da.
Ana shuni og'zingizgacha peshonangizdan olib kelasiz. O'zingiz qilib. Va 15 sekundda peshonini yeb berasiz. Bu holatni 5 marta takrorlaymiz. Agar 3 donasi og'zingizga tushsa, siz shartda yutasiz. Ya'ni 3 tasini ham 15 sekundda yeb bersangiz yutasiz. Tushundingiz, a? Demak, mana bunday 5 marta keladi va 15 sekundda yeb berishingiz kerak. Kamida 3 tasini olib yeb qo'yib 15 sekundda yeb bera olsangiz, shartda yutasiz. Tushundingiz, a? Kakkaras qornim ochiydi o'zi. Men sizni pechoni bilan siylayman, ketdik. Ketdik. Ha, Dilyor. Dilyor, ha, Dilyor. Voy, yo'q. Birinchi imkoniyatni qo'ldan chiqardi. Bolalar kelinglar poderishkaga. Qara, ikkinchi imkoniyat. Dilyor, endi bunaqasiga qo'yib beraman sizga, qulayroq bo'lishi uchun, balki bu qulaydir. Qani Dilyor, ketdik. Dilyor. Ketdik. Ha, ozgina. Ha. Ay, ikkinchi imkoniyat ham ketdi. Va Dilyor uchun 3-imkon. 5ta imkoniyatimiz bor. Qanaqasiga qo'yib beray? Men bunaqasi qulaymikan? Bo'yiga. Qani? Dilyor? Ha, tekisroq. Burningiz ustidan o'tkazing. Ha, ozgina. Tilingiz chiqaring. Va 3-imkoniyatni ham qo'ldan chiqardi. Va 4-imkoniyat. Ketdik. Ha, ozgina og'zingiz bilan ilib oling. Tilingiz chiqaring. Oy! Ozgina burningiz ustidan o'tkazib, og'zingiz bilan ushlab olsangiz bo'ladi bemalol. Ha. Yo'q. Va 5-imkoniyat, eng oxirgisi. Balki ish bo'lmasa 100 ming so'm bo'lsa ham ushlab olar u. Men sizga 100 ming so'm berishga tayyorman, Dilyor. Pul uchun. Hazır. Pul Ha, uchun. ketdik. 1, 2, 3. Ha. Va ko'rganingizdek, Dilyor ikkinchi shartda yutqazib qo'ydi va 5ta imkoniyatni ham qo'ldan boy berdi. Dilyor ikkinchi shartda yeb qo'ydi. Pishirmaganda yeb qo'ydik. Pechoni olmaganda yeb qo'ydi va 3-shartga tayyorsiz. Tayyorman. Demak, Bizda qaytish yo'q. Qaytish yo'q bolada. Bola bilmayman qachon qaytadi. Hozircha qaytmayapti. Kayfiyat qanaqa? Chotki. Yaxshi, zo'r. Maktabni bitirgansiz xolos, a? Shunaqa. 11-sinfda bazu. Shunaqa desang bo'ladi. Voy, asalo. Kalendorda o'qiganmiz. Ya! Qarang, lekin ijtimoiy tarmoqlarda yillab turib, bolalaringiz katta bo'ldi. Ota nima bo'lgansiz deymasiz? Hazırlaştım. 5ga o'qigan u. Qaysi maktab bitirgansiz ikkinchi? Samarqand shahridagi 55-umumiy o'rta ta'lim maktabi. Demak, Samarqanddagilar qo'llab-quvvatlaymiz Dilyorni. Ha? Zo'r, 3-shart. Ko'zingizni yumamiz. O'zi yo'q ko'zim. Yo'q, yana battar yumamiz. 10 daqiqa beramiz. Kamida 5 ta sharni qo'lni yordamisiz yorib berasiz. Ko'z yumildi, sharni topdingiz, shar takka olasiz, o'tirasiz. Ha, o'tiribmi? Ha. Lekin qo'lingiz bilan yormaysiz. Qo'lingiz bilan sharni ushlab ko'rishingiz mumkin faqat. Tushundingiz, a? Demak, men 10 ta shar hozir sizga shishirib, ko'zingizni yumib beraman. Bo'ldi. Ketdik, unaqada boshladik. Aktyorskida o'tadi bu narsa. Hali bitta ham shar yormadi. Soat milari 40 o'tdi. Yo, yordam bermang, Sarvinoz g'irromlikka kiradi bu. Orqaga qaytamiz, orqaga. Aha.
Yo'q, yordam bermanglar. Dilyor, qo'llab-quvvatlaymiz Dilyorni. Davay, Dilyor. Qani. Dilyor, aha. Ha? Ketdik. Voy, meni oyog'im bosmang. Dilyorni oyog'ini tagiga tashladim sharni, lekin ko'rmayapti. Yoningizda. Ha, Dilyor, yoningizda shar. Shar bor yoningizda. Ha, bosing. Ana, mana shar tegyapti. Qani. Sharlar meni aldayapti. Dilyorni o'rtoqlari bilan aralashib ketdik biz. Voy, sezgim ishlamayapti bu. Qani, oyog'ingiz tagida. Davay! Ha, Dilyor. Ketdi. Kim? 45 ta o'tdi. 45 ta o'tdi mana o'rtoqlari, qaraysizlar. 57 tagacha vaqt berganmiz. Qani. Ha, Dilyor, mana shu yerda. Qani. Ha, ana. Yo, yoningizdan o'tyapti, qarang. Bosing, ana shu yerda bosing. Ha. Bosolmayapsiz. Tegmang. Az jonim. Masha qo'yib bering. Atay qilasan. Yo, Sarvinoz yordam bermang. Foydasi yo'q. Bittasi aytaymi? Qo'lni yutqazdim. Yutqazdingizmi? Bo'lmadimi? Yo'q. Bo'lmadi. Voy, Dilyor, yomon charchadingiz lekin. Charchadim. Kayfiyatlar o'ta yuqori darajada. 100%. Ko'rsatuvimizga qatnashganingizdan pushaymon emasmisiz? Keyingi safar ham qatnashishim mumkin. Ha, albatta, agar imkoniyat bo'lsa, keyingi safar ham Dilyor qatnashadi va bu yerda sizning nafsoniyatingizga tegadigan harakatlar, qiliqlar bo'lmadi, to'g'rimi? Yo'q. Maza qildingiz ko'rsatuvimizga Maza qildim. qatnashib va boshqalarga ham maslahat berasiz. Boshqalarga maslahat beraman. Kelinglar, zo'r. Kayfiyat o'ta yuqori darajada bo'ladi, chunki bu yerda qanaqadir adrenalin bor va pozitivlik bor, faqatgina duxingiz va samotenkangiz baland bo'lsa bo'ldi, to'g'rimi? Shunaqa. Dilyorni esa samotenkasini bugun ko'rdik, o'ta baland va yuqori, albatta bu Z avlod va sizga omad tilaymiz. Koshki 3-shartda ham yutqazib qo'ygan bo'lsangiz ham. Dilyor, blogerlik faoliyatingizga omad. Bo'ldi, sog' bo'linglar, charchamanglar, yana ko'rsatuvlarimizni tomosha qilinglar. 900 minggacha pul berishim mumkin. 3 ta shart beraman sizga. Mana shunaqa kreativ shartlar va hech qachon g'ururingizga yoki bo'lmasam qanaqadir jinsingizga tegadigan, asabingizni buzadigan emas. Ko'rganlar ham, tomosha qilganlar ham mazza qiladi, qatnashganlar ham mazza qiladi. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Kelinglar, hammasi zo'r bo'ladi. Chotki.